Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Chorbosh Qo'voz kanali a'zolari bugungi hisorini Arashan ishqibozlari uchun yoshidan, zo'ridan, narxidan toza 2 tish 4 tishidan so'raganlarga juda ham yaxshi, qulay, arzon narxda juda ham chiroyli qo'ylarimiz olib keldik. Bugun hafta kuniga 8-yanvar juma. Hammamizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Kechki dasturlarimizga 2026. Hisorini bo'g'ozidan, yaqini bo'g'ozidan, zo'ridan so'radingizmi? Mana sizlar uchun juda ham kelishgan, juda ham chiroyli. Bo'ylari 80-85 atrofidagi yaqin bo'g'ozlaridan sizlar uchun olib keldik. Yiltir, sinjun, baxmal birorta pasi yo'q. Qarang, ayiq polvon, ayiqqa ham dam beradi. Mana ichida ona bola bo'g'ozni pulida ketaveradi. Xullas qo'chqor. Xullasiga nima deysizlar mana? Onasi 4 tish. Bu qo'ylarimiz hammasi 4 tish, 2 tishdan, birorta unaqa 6 tish, 8 tish, unaqa tish bosgani yo'q. Hammasi yoshidan yil davomida bolasini olib yuradigan zo'r chiroyli variantlardan bechoralarni mumkinat boraman deb turibdi. Inshaalloh kimga kerak bo'lsa mana shunaqa qo'ylar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xolos amalan ishlaymiz, bitiramiz. Puli juda ham qulay, juda ham arzon. Bozorda mana shu qo'ylar misol uchun 10 million kami bor deyapti. Mana shu qo'ylarda 10 million, 9 million kami bor aytyapti. Mana qo'ylarga. Mana gigantidan men yeb turgani. Uzunligiga e'tibor beringlar bu qo'ylar. Chiroyiga, uzunligiga, bo'yiga, mana joyga e'tibor bering. 2 tish, 4 tish. Jonivorlar. Toza bo'g'ozlari. Inshaalloh bir 20 qiladigan. Soni 8 dona bir joyga olganga 6 million 500 ming so'mdan dastavkasi Samarqandgacha yetkazib beramiz. Qo'yga qo'y garantiyali bir hafta bemalol yeb ichishiga, hamma narsasiga sinab bemalol sinab olasizlar. Hop, o'ltirmasalaring, bo'shtirmasalaring, sindirmasalaring bizni bo'ynimizga inshaalloh. Hammasi sog'lom, yo'tali yo'q, cho'log'i yo'q, boshqasi yo'q. Hammasi ishonchli. Bemalol telefon qilib hamma ma'lumotlarni so'rashlaring mumkin. Inshaalloh baraka topadigan yaxshi qo'ylar. Bo'g'ozda narxida ketyapti. Ona bola ham ko'rdilaring, onasi 2 tish, 4 tish onasi 4 tish, bolasi qo'chqor. Keyinchalik ham qo'chqor qilaman, bitta qo'chqor kerak deb yurmaysizlar. Xudo xolasa mana o'zi tiniq qo'chqor bo'lib chiqadi inshaalloh. Что spolyapti. Mana jonivorni ko'ringlar. Xudo xolasa kuziga tiniq yaxshi qo'chqor bo'ladi. Naslni davom ettirib ketaveradi. Mana shularga zo'r qo'chqor bo'lib qoladi xudo xolasa o'zi. Kimga kerak bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, Arashan ishqibozlar uchun keyingi partiyamiz videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Keyingi partiyamiz zo'r toza 10 dona sap-sariq Arashanlar. Xudo xolasa sizlarni iqrorlang olgan holatda bemalol ko'rishlaring mumkin. Mana jonivor ko'ringlar. Biz keyingi partiyamiz ochamiz xudo xolasa. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Inshaalloh videoni oxirida qo'chqor so'ragan akalarimizga 10 dona qo'chqor zo'ridan ham bor. Xo'p, akalar bizni ikkinchi partiyamiz sap-sarig'idan, zo'ridan, toza arashanidan so'raganlarga mana xudo xolasa 100% bo'g'ozidan. Soni 9 dona. Inshaalloh sizlarga manzur keladi degan umiddamiz. Videomizni ham qo'llab-quvvatlab, mehnatimizni like bosib, podpiska tashlab qo'ysangiz sizlardan Alloh rozi bo'lsin. 2 tish, 4 tish, 6 tishidan. Bu qo'chqor bir dona bu sotilmaydi. Agar mabodo menga qo'chqor zarur, qo'chqor kerak deydigan odamlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar, pulini endi kelishamiz. Inshaalloh yaxshi. Qolganlar hamma sariq sog'liqlarni xotirjam videolarni bemalol tomosha qilib,
bitta olasizmi, ikkita olasizmi, sotaveramiz. Lekin bir narsa bor, men shunday anglashilmovchilik bo'lyapti. Narx chiqaryapmiz, mana shunaqa narx chiqarganding, biz 4 ta olamiz xolos, 4 taga pulimiz yetadi xolos deb turib, eng katta yirik tozalarini, yoshlarini ajratib olyapsizlar-da. Shunaqa deyaptilar. Noto'g'ri tushunmanglar. Buni ajratadigan bo'lsalaring, narxi umuman boshqa narsa, boshqa bo'lib ketadi. Hammasi mana bitta narx chiqardik. Mana u ham o'sha narxning ichida. Xo'p, mana u ham o'sha narxning ichida. Mana akalar, qo'ylarni xudo xolasa hammasi yosh, bo'g'oz narxidan. Buni ichida 7 millionlik qo'y ham bor, akalar, 5,5 million qo'y ham bor, 6 millionlik qo'y ham bor. O'shaning uchun hammasini narxini chiqarib, bir xil ozginadan nima qilgan holatda aytyapmiz, akalar. Xolasa hammasini yaxshilab, rivojdan, erinmasdan ko'ringlar, inshaalloh hammalaringga ma'qul keladi, narxi ham, o'zi ham. Xudo xolasa akalar, mana shu 9 tani bir joy, 9 ta soliqni bir joyga olaman deganlarga 6 million 300 ming so'mdan dastavkasi Samarqandgacha besplatni. Bemalol kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringni bitiramiz inshaalloh. Jonivorni qaranglar. Gigantidan. Inshaalloh hammaga to'g'ri kelaveradi. Buning narxi ham, boshqa tarafi ham, yoshi ham. Ulgurib qolasizlar, telefon sotilib ketib qolyapti. Videoga chiqishi bilan sotilib ketib qolyapti. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib telefon qilsang, inshaalloh sizga mashhur nasib qilishi mumkin. Xudo xolasa. Hisorini zo'ridan, yaxshisidan so'raganlarga mana Qo'chqorning eng zo'r, yaxshi variantlari. Eng variantlari. Tojikistonda toza mana hisor qo'ylaridan. Inshaalloh. Mana shu araba aytib tayyor bo'ladiganlar. Zo'r. Xolasa bemalol telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar, inshaalloh ishlaringiz bitiramiz. Puli yengil variantidan bunaqa gigant kashtami ham bor. Ko'ryapsizlar? Hammasi o'ynab turibdi. Holati вообще zo'r. Inshaalloh. To'qamiz, foydalanamiz, baraka topamiz desalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh zo'r variant. Puli ham qulay. Puliga kelsak, hop, soni 11 dona, yosh oyliklari 10-11 oylik. Bir joyga olganga 4 million 700 ming so'mdan dastavkasi Samarqandgacha. Mutlaqo bepul. Jonivorni qaranglar. Uzunligini qaranglar, uzunligini. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yog'i like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Qaysidir ma'noda bu ham bir mehnat. Mehnatimizni qadrlanglar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Inshaalloh bunday yaxshi videolarda, yaxshi qo'ylarni olib chiqishga harakat qilamiz. Videoda kamchilik bo'lgan, so'zlarida kamchilik bo'lgan bo'lsa menga bor uzr. Kommentariyaga yozib, bemalol yozib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa keyin kelasi videolarda kamchiliklarimizni, xatolarimizni to'g'rilab borishga harakat qilamiz inshaalloh. Hammalaringga rahmat.